ota-ona uchun ularni baxtli bo'lishi uchun siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng katta narsa bilasizmi? Pul, mashina, yana qanaqadir sarf xarajatlar emas. Ularni g'ururlanishi uchun sabab bo'lib bering. Tamom. Ota-ona sizni pulingizga qarab qo'ygan joyi bormi? Yo'q. O'zini pensiyasi bo'lishi mumkin, o'zini puli bor. Ota-ona sizni biror nimangizga qarab qo'yganmi? Yo'q. Ota-ona sizdan so'raydigan yagona narsa g'ururlanishiga sabab bo'ling. Ertaga davrada o'tirgan vaqtda shu falonchi sizni o'g'lingizmi? Falonchi sizni qizingizmi? Gap yo'q, lekin farzandingizga ota-onaga shundan ortiq narsa kerak emas. Tamom. Yetadi. Pulingiz ham, sovg'angiz ham, boshqasi ham kerak emas.